Shunda havo kirib chiqishlari bor. Undan tashqari jinsiy qoniqmaslik va qanday kengayib qolganligiga shikoyat qiladi va CD tutolmaslik og'riqsiz metod hisoblanadi. Bu 18 yoshdan bemalol boshlab to qarilik yoshigacha bemalol qilsa bo'ladi. Shunda havo kirib chiqishlari bor. Undan tashqari jinsiy qoniqmaslik va qanday kengayib qolganligiga shikoyat qiladi va CD tutolmaslik belgilari bor bu kishida. Shu uchun ham bu kishi bizga murojaat qilganlar, nastroykalarni hozir qilib olyapmiz. Mana уже lazerni nastroykalarni qilib oldik programmalar bo'yicha. Endi qizlar joylar mana bunaqa perihodniklar qo'yiladi. Обезболивание qildik bu kishiga. Lidocaine spreylada umuman og'riqsiz metod hisoblanadi. Bu 18 yoshdan bemalol boshlab to qarilik yoshigacha bemalol qilsa bo'ladi. Kimda quruqliklar bo'lsa yoki влажность ko'p bo'lsa, jinsiy aloqada hech narsani his qilmasliklar bo'lsa, hammasiga juda ham foydasi bo'ladi. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, hech qanaqa tortinmasdan, uyalmasdan bemalol Qarshi shahar Niyomet klinikasiga murojaat qilishlaringiz mumkin qizlar joylar. O'z sog'liklaringizga bee'tibor bo'lmanglar.